Assalomu alaykum vodiy chorva ishqibozlari. Bugun inshaalloh ishni boshladik. Andijon viloyati Paxtabod tumani Chuvomadan inshaalloh sizlarga chiroyli obzor qilamiz. 26 avgust hafta kunimizga chorshanba 2026-yil inshaalloh akalar duo qilsanglar biz sizlarga tayyor buqalarni ko'rsatamiz inshaalloh. Narx-navosini yo'q, sog'lik salomatligini hamma egalari bilan gaplashib chiroyli qilib inshaalloh sizlarga to'liq ma'lumotlarni beramiz. Bo'ylari 125 plus minusi bor. Xohlasa akalar bugungi bozorda mol juda ko'p. Tanlab, chertib olaman, shashilmasdan olaman desanglar bemalol savdo qiladigan holatlari bor akalar. Bor aka sizlardanmi? Nech bosh chiqdi bugungi aka? 13 ta. 12 ta hozir. Bittasini sotib oldilar. Baraka bo'ldi. Alqara nech pulli? Avval 25 bering aka. 23 ga ko'ramiz. Kelajagiga yaxshi beradilar. Vodiy chorva. Kamroq so'rab arzon yo'qlayman deydi. Endi biz hisobimiz bor-ku. Vodiy chorva aka. Yomon yeydigan joy. Shunisi boshqacha oladi. Shavkatda. Boshqacha turibdi-da. Yangi o'tgani bo'lsa 27 millionda bu. 27 million. Yo'q, hozir bu 27 emas, 25 kami bor. Yangi o'tgani bo'lsa 27 million tushyapti o'zi. Opdan olaman, bir 5 ta 6 ta olaman deganlarga nech puldan chiqaryapsiz aka? Aka bu yerda 25 dan 27 gacha narx aytiladi. 25 dan 27 bir-biriga yaqin. Aha. Bu yog'ini qo'yganda kelishaveradi. Murosa qilinadi. Yeb ichishlarigacha aka. Bir haftasini oladi. Dastlabkilarimiz-chi qor aka? Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab. Nomerlarimiz bormi? Nomer 97lik 97lik 985 985 0808 0808 akalarga aloqaga chiqib bemalol ma'lum qolgan ma'lumotlarni o'zidan olsanglar bo'laveradi akalar. Xudo xolasa. Aka bozoringiz bersin. Rahmat aka. Aka. Men istayim mol sirop. Olmaz men qo'y berib berishini. Toshbuqa bakaman. Tayyorlaridan bilsa, tayyorlardan bo'lsa akalar. Bor aka bu kimdan ekan bu? Egalari yo'q ekan. Kimga nechta kerak qiziqqanlar bormi? O'sha bo'ylari 1.35, 1.40 da beryapmiz xudo xolasa. Barcha savlatli kattaligi ham bo'lyapti. Bor aka bu sizdanmi bular? Orqa yurishtirishligini inshaalloh hozir so'raymiz. Bor aka bugunga necha bosh bo'libdi? 7 ta. Bundan qayerga to'xtayapti? Olagador. Mana aka. Olagador akamiz o'zidan ekan. Bor aka bu nech pul deyapsiz? 26 milliondan xayrikami bor aka? Yeb-ichishlariga qanaqa bo'ladi? Bir hafta yeb-ichishiga javob. Mana-chi, vodiy bo'ylab dastlabkamiz bormi aka?
Dastlabki ham qilib beraverasizlar, qiziqqanlarga. Telefon nomerlarimiz bor aka. Bezovta qilishyapti. Qiziq telefon qiladi-da aka. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana molni zo'rini baqaman deydiganlarga molni zo'ri mana bu yerda xudo xohlasa. Molni zo'ri kerak menga. Olaman-u baqaman. Yemga tashlayman deydiganlarga aka yem. Bor aka olmang. Bugunga nechta bo'pmiz? 15 ta bor aka. 15 ta? Motordan narigi boshidan bu boshiga shu ochilib turgan joyiga o'rnayapcha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tekis. Ha, bugunga 10 ta. Bozor qilishyaptimi? Hozircha Nech puldan qo'yamiz aka buni? 30 dan. Nech bosh? Baş 30 dan ketaveramiz, 5 olmaydi. 5 oviga 30 dan. Xayri kami bor aka. Qiziqadiganlarga, olarmanlarga. Mana akalar tayyor. Bo'ylari 1.40, 1.35 atrofida akalar. Juda katta. Juda katta mollar. Bor aka qiziqqanlarga nomer bera olamizmi? Aytavering aka. 77lik 122 0065. Akalar qolgan ma'lumotni o'zlaridan olinaveradi bemalol. Yeb ichishiga, sog'lik salomatligiga hammaga o'zi aka garantiyasi bor deyapti. Xudo xolasa kelishib savdo qilinaveradi, xudo xolasa akalar. Mana akalar. Bundanda katta tayyorlar bo'lsa akalarimiz juda mehr berishyapti, xudo xolasa. Mollarimiz tayyor. Qassobga desiz, qassobga efsonga desiz, efsonga tayyor. Bor aka ormang. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mollar nech puldan qo'ydingiz aka? 33 milliondan nechta? Nech bosh? 2 aka. 2 oviga 33 milliondan. Xayri kami bormi qora aka? Xudo xolasa. Qiziqadiganlarga. Bo'ylari 1.20 plus 1.35 plus. 1.35 ga chiqib ketdikmi? 1.35 Kilosu 450 kilo ustiga mollar. Ha? 1.35 plus. Bor aka, buni yeb ichishiga dastlabkilarimiz bormi? Xudo xolasa aka. Yeb ichishiga qancha garantiyamiz bor? 1 hafta garantiyamiz bor. Yeb ichishiga 1 hafta garantiyasi bor. Onlayn savdo qilinaveradimi? Qilaveradi aka. Nomerlarimizni aytib qo'yamiz. 90'lik. 90lik 526 93 99. 526 93 99. Akalarga bemalol aloqaga chiqsanglar, inshaalloh qiziqadiganlarga bo'lsa bemalol savdo qilib Qirg'izistonda uqalari, to'qlarni, bag'dalar. savdo qilsanglar bo'laveradi. Bor aka, bozoringizni bersin aka. Endi xudo xolasa tayyorman deyapti. Baqaman deydigan, so'raman deydigan, tayyorman deyapti. Chiroyligini qarang. Kelyapti. Bitta, ikkita bog'ga Ana qora aka qassoblarga tayyorman deyapti-yu bu. Xudo xolasa
Shvetimizdan kelib qolibdi, bo'ylarini qarang buni. Odamni qo'rqityapti-yu bu. Bo'ylari 1.60 plus, baholasi juda katta. Hafsalar bilan boqilgan qassoblarga agar qiziqib olaman deydiganlarga bo'lsa, tayyaridan bor ekan, barakadan mana. Juda chiroyli. Bunlar zo'r. Yebishlari garanti deyapti. Baraka nech pul deyapsiz buni? Baraka nech pul deyapsiz? 50 million. Xayri kami bormi? Xayri kami bormi buni? Xayri kami bor, ha? Dastlabkalarimiz-chi, baraka? Dastlabkalarni kelishamiz. Yeb ichishlariga qancha garanti? 10 kun, bir hafta 10 kuncha bor, ha? Garantiyamiz. Nomerlarimiz bormi, baraka? Telefon nomerlarimiz. 88lik 870 22 99 akalar aloqaga chiqib o'zidan qolgan ma'lumotlarni bemalol olishingiz mumkin. Xudo xolasa kelishib bo'lsanglar, savdoinglarga baraka bersin. Baraka, rahmat katta. Mana akalar. Tayyorlaridan yana olaman. Tayyorlardan siz bu qo'ragamiz bilsangiz dam olyapti. Uyg'onib ketdi. Chiroyli. Tayyor yetilgan mollar. Har qancha bo'lsa yedirilgan. Vodiy chorba qo'raga. Mana bo'ylari 1.50 plus. Xudo xolasa bormay qor aka. Sizimsiz 1 tonnaga ilashadimi? Yo'q, kamroq keladi. Ha? Kamroq. 950 atrof, ha? Xudo xolasa 950. O'znikimi bu? Nech pul qo'yapsiz? Nech pul deyapsiz? 70 million taroziga deyapmiz, 69 kelishyapti. Mizon olarkan. Ha, o'rtada 1000 so'm bilan hozir kelisholmay turibsizlar. Qolganiga ham agar qiziqadiganlarga bo'lsa, xayri kamini bormi aka? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Dastlabkalarimiz bormi? Chiqarib ham beraveramiz, ha, qiziqadiganlarga. Nomerlarimiz ham bormi? 99lik 085 72 11 akalar, xudo xolasa aloqaga chiqib bemalol qolgan ma'lumotlarni o'zidan akani o'zidan olsanglar xayri kamini qilib beradi. Dastlabkalarimiz bor, xudo xolasa viloyat bo'ylab yetkazib beramiz. Baraka, rahmat.